Alloh haq subhanahu va taolo payg'ambar sollallohu alayhi va sallam orqali nima dedi? La yanzurullohu ila suwarikum va amwalikum va auladikum, walakinna yanzurullohu ila qulubikum va a'malikum. Ey bandalar, Alloh taolo sizlarning suratlaringizga qaramaydi. Sizlarni mol va davlatlaringizga Alloh qaramaydi. Sizlarni nasablaringizga Alloh qaramaydi. Chunki bularning egasi kim? Alloh. Qaysi nasabdan ekanligimizni tanlash huquqi bormi bizda? Masalan, biz mana keyingi keladigan zurriyot Falonchayevlar oilasidan bo'ladi. Tanlash huquqi bormi insonda? Yo'q. Alloh taolo iroda qildi bizni qaysi nasabda dunyoga kelishligimizni. Rangimizni qanaqaligini tanlash huquqi bormi bizda? Boshimiz qanaqaligi, quloqimizni qanaqaligi, ko'zimizning rangini tanlash imkoniyati bormi? Yo'q. Ularni Alloh berdi. Xuddi shuningdek farzandni ham, mol va davlatni ham Alloh berdi. Alloh o'zi bergan narsalarga qaramaydi. Bugun gerdayamiz, bugun kerilamiz, bugun kibrga beramiz, bugun manmanlik qilamiz. Nega? Alloh bergan narsalardan. Alloh boylik bergan bo'lsa, men ishlab topdim deydi. Alloh taolo nima deyapti? Men bandamni qalbiga qarayman va qilayotgan amallariga qarayman deyapti. Qalbning mohiyati bizga muhim. Qalbingizga quloq tuting. Qalbingiz qaysi holatda turibdi?